Grajdanlar shoshiling. Bu videoni 5 maygacha ko'ring. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, hatto hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani muhokama qilmoqchiman. Agar siz hozirda yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida faoliyat yuritayotgan bo'lsangiz yoki shunchaki qo'shimcha daromad topish yo'llarini izlayotgan bo'lsangiz, demak, ushbu video aynan siz uchun. Bugungi kunda qabul qilingan yangi qonun hujjatlari va tartiblar natijasida mamlakatimizda ko'plab o'zgarishlar yuz bermoqda. Bu o'zgarishlar sizning faoliyatingizga, daromadingizga va hatto shaxsiy moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Eng muhimi, bu o'zgarishlarga moslashish uchun belgilangan muddat bor va bu muddat juda yaqin, ya'ni 5 may. Ushbu sanadan keyin qoidabuzarliklar uchun jiddiy jarimalar va boshqa noxush oqibatlar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli iltimos, diqqatingizni jamlang, videomizni oxirigacha ko'ring va kanalda bo'lajak muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'lishni hamda ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu sizning manfaatlaringiz uchun juda muhim. Muammoga kirish. Keling, avval vaziyat qanday bo'lgani va hozir qanday o'zgarishlar ro'y berganini tushunib olaylik. Ilgari mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikni boshlash yoki o'zini o'zi band qilish nisbatan sodda va ko'p hollarda ancha norasmiy jarayon edi. Ba'zi faoliyat turlari uchun ro'yxatdan o'tish majburiy hisoblanmasdi. Masalan, uyda tort pishirib sotadigan, kiyim tikadigan yoki shaxsiy avtomobilida odam tashuvchi fuqarolar ko'pincha hech qanday rasmiy ruxsatnomasiz faoliyat yuritishardi. Soliq tizimi esa ko'pincha tushunarsizroq yoki faqat yirik korxonalar uchun ancha murakkab edi. Mayda tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar uchun nazorat juda kam edi. Ko'plab odamlar o'z daromadlarini rasmiy hujjatlarda ko'rsatmasdan, oddiy naqd pul savdosi orqali amalga oshirganlar. Bu esa iqtisodiyotda norasmiy sektorning ulushi yuqori bo'lishiga, davlat budjetiga tushadigan soliqlarning kamayishiga olib kelardi. Ayni paytda bu norasmiy faoliyat egalari uchun ham bir qator noqulayliklar yaratardi. Ular bankdan kredit ololmasdi, davlat xizmatlaridan to'liq foydalana olmasdi, ijtimoiy himoyadan mahrum bo'lardi, jumladan pensiya hisobiga mablag' yegish imkoniyati yo'q edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimizning farmonlari va hukumatimizning qarorlari bilan iqtisodiyotni shaffoflashtirish, norasmiy sektorni qisqartirish va aholining daromadlarini qonuniylashtirishga qaratilgan qat'iy choralar ko'rilmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, endilikda barcha turdagi tadbirkorlik faoliyati, hatto o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun ham rasmiy ro'yxatdan o'tish va daromadlarni deklaratsiya qilish majburiy hisoblanadi. Buning uchun qulay va soddalashtirilgan elektron tizimlar joriy etildi. Davlat buni majburlashdan ko'ra aholiga qulaylik yaratish, soliq yukini kamaytirish va ijtimoiy himoyani ta'minlashni maqsad qilgan. Ro'yxatdan o'tganlarga yangi soliq imtiyozlari taklif etilmoqda. Masalan, belgilangan minimal miqdorga ega bo'lgan soliqlar yoki hatto ayrim holatlarda soliqdan butunlay ozod qilish. Biroq bu imtiyozlardan foydalanish uchun rasmiy ro'yxatdan o'tish shart. Va eng muhimi, bu yangi tartiblarga moslashish uchun belgilangan muddat mavjud. 5 maygacha o'z faoliyatini qonuniylashtirmaganlar uchun jiddiy oqibatlar, jumladan katta jarimalar va hatto faoliyatini to'xtatib qo'yish kabi choralar qo'llanilishi mumkin. Bu yangi tizimning joriy etilishidan maqsad har bir fuqaro o'z mehnati uchun qonuniy himoya qilinishini ta'minlash, ijtimoiy sug'urta va pensiya ta'minotiga ega bo'lish imkoniyatini yaratish, hamda davlat budjetiga shaffof ravishda soliq tushumlarini oshirishdir. Birinchi asosiy qism batafsil tahlil. Keling, endi bu o'zgarishlar kimlarga taalluqli ekanligini, kimlar xavotirlanishi kerakligini va kimlar xavotirlanishi shart emasligini batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlar bilish kerak? Birinchidan, yakka tartibdagi tadbirkorlar IT. Bu toifa do'kon egalari, sartaroshlar, tikuvchilar, poyabzal ta'minlovchilar, hunarmandlar, taksi haydovchilari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari egalari, masalan, somsa, hot-dog sotuvchilar va shu kabi deyarli barcha xizmat ko'rsatuvchi va mahsulot ishlab chiqaruvchi kichik tadbirkorlik subyektlarini qamrab oladi. Agar siz o'z nomingizdan faoliyat yuritib, daromad olayotgan bo'lsangiz, bu sizga taalluqli. Sizning faoliyatingiz qonuniylashtirilgan bo'lishi va barcha soliq majburiyatlari bajarilishi shart. Ikkinchidan, o'zini o'zi band qilgan shaxslar. Bu toifaga juda ko'p kasb egalari kiradi.
Misol uchun, frilanserlar, onlayn xizmat ko'rsatuvchilar, repetitorlar, uyda xizmat ko'rsatuvchi ustalar, santexniklar, elektriklar, mebel yiguvchilar, enagalar, uy xizmatchilari, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini uy sharoitida yetishtiruvchilar va sotuvchilar, hunarmandchilik bilan shug'ullanuvchilar, gilam toqish, zargarlik, kashtachilik, kosmetologlar, massajchilar, fotosuratchilar, video operatorlar, dasturchilar, tarjimonlar va boshqalar. Hatto uyda non, somsa pishirib mahallada sotadigan uy bekalari ham, agar ularning bu faoliyati muntazam tusga ega bo'lsa, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishlari shart. Bu ularning daromadlarini qonuniylashtirish, ijtimoiy himoyasini ta'minlash va kelajakda pensiya olish imkoniyatini yaratish uchun qilinmoqda. Uchinchidan, qo'shimcha daromad topayotganlar. Bu toifaga o'z mulkini ijaraga beruvchilar, kvartira, avtomobil, jihozlar, shaxsiy avtomobilida muntazam ravishda yo'lovchi tashuvchilar, onlayn platformalarda mahsulot sotuvchilar yoki xizmat ko'rsatuvchilar kiradi. Har qanday muntazam daromad manbai bo'lsa, u qonuniy rasmiylashtirilishi kerak. Kimlar xavotirlanishi kerak? Eng avvalo, o'z faoliyatini hali rasman ro'yxatdan o'tkazmagan, ammo muntazam ravishda daromad olayotgan shaxslar xavotirlanishi lozim. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan faoliyat turlaridan biri bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz va 5 maygacha o'z faoliyatingizni qonuniylashtirmasangiz, jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shuningdek, ilgari ro'yxatdan o'tgan, ammo yangi tartiblarga moslashmagan yoki soliq hisobotlarini yangi talablar asosida taqdim etmayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar ham diqqatli bo'lishlari kerak. 5 may muddatini o'tkazib yuborishga yaqin bo'lganlar esa imkon qadar tezroq harakat qilishlari zarur. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Rasmiy ish joyiga ega bo'lgan va qo'shimcha norasmiy daromadi bo'lmagan shaxslar ushbu o'zgarishlar haqida xavotirlanishlari shart emas. Ular uchun ish beruvchi barcha soliq va ijtimoiy ajratmalarni amalga oshiradi. Shuningdek, barcha hujjatlari joyida bo'lgan, soliqlarni muntazam va o'z vaqtida to'lab kelayotgan yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar ham yangi tartiblarga ko'ra faqatgina ma'lumotlarni elektron tizimda yangilashlari yoki tasdiqlashlari talab qilinishi mumkin, ammo ularning faoliyati allaqachon qonuniy asosda olib borilgan bo'ladi. Real hayotdan misollar. Misol 1. Dilshod aka, avtomobil ta'mirlash ustasi. Dilshod aka Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan ustaxonasida avtomobillar ta'mirlash bilan shug'ullanadi. U ilgari yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan va har oyda soddalashtirilgan tartibda belgilangan yagona soliq to'lovini amalga oshirar edi. Bu taxminan 250 ming so'm edi. U asosan naqd pulda to'lov qabul qilib, hisob-kitoblar jurnalini qo'lda yuritardi. Yangi qonunchilikka ko'ra, endilikda u o'zining barcha tranzaksiyalarini, ya'ni mijozlardan tushgan to'lovlarni elektron tizimda qayd etishi, xoh u naqd pulda bo'lsin, xoh plastik karta orqali o'tkazilsin. Barchasini soliq organlarining maxsus mobil ilovasi orqali yoki shaxsiy kabinetida ko'rsatishi shart. Agar Dilshod aka 5 maygacha yangi tizimda ro'yxatdan o'tib, o'z faoliyatini ushbu talablar asosida olib bormasa, u birinchi marta aniqlanganida minimal hisoblangan 5 million so'mdan 10 million so'mgacha, takroriy qoidabuzarlik uchun esa 15 million so'mdan 20 million so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Bundan tashqari, uning hisob varaqlari bloklanib, faoliyati to'xtatib qo'yilishi ham ehtimoldan xoli emas. Agar u o'z daromadlarini to'liq oshkor qilsa, soliq imtiyozlaridan foydalangan holda bir necha barobar kamroq soliq to'lashi mumkin. Masalan, uning o'rtacha oylik daromadi 10 million so'm bo'lsa, yangi tizimda u yillik oborotiga qarab 4-6 gacha soliq to'lashi mumkin. Bu esa eski tizimdagi 250 ming so'm soliqdan ancha past bo'lishi mumkin, agar u to'liq shaffof ishlasa. Misol 2. Gulnora opa, qandolatchi. Gulnora opa Farg'ona viloyatida yashaydi va uyda juda mazali tortlar va pishiriqlar tayyorlab, qo'shnilariga va tanishlariga sotadi. Uning pishiriqlari juda mashhur va har oyda o'rtacha 3-4 million so'm daromad keltiradi. Ilgari u hech qanday ro'yxatdan o'tmagan edi, chunki bu uy ishi hisoblanardi. Endi esa Gulnora opa o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi shart. Buning uchun u maxsus elektron platformada o'z faoliyat turini, qandolatchilik tanlab ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tganidan so'ng, u yiliga bir marotaba belgilangan minimal miqdordagi ijtimoiy soliqni, masalan, bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari, ya'ni 330 ming so'm atrofida to'laydi.
Bu soliq to'lovi unga kelajakda pensiya olish huquqini beradi va uning daromadlarini qonuniylashtiradi. Agar Gulnora opa 5 maygacha ro'yxatdan o'tmasa va uning faoliyati noqonuniy deb topilsa, u ham birinchi qoidabuzarlik uchun 1 million so'mdan 2 million so'mgacha, takroriy qoidabuzarlik uchun esa 3 million so'mdan 5 million so'mgacha jarimaga tortilishi mumkin. Uning mahsulotlari esa qonuniy asosda sotilmagan hisoblanib, noqonuniy daromad deb baholanadi. Misol 3. Azam kvartira ijaraga beradi. Azam Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida o'ziga tegishli 2 ta xonadonni talabalarga ijaraga beradi. Har bir kvartiradan o'rtacha 300 AQSh dollari miqdorida ijara haqi oladi. Bu jami 600 AQSh dollari yoki taxminan 7,5 million so'm degani. Ilgari u talabalar bilan og'zaki shartnoma tuzib, hech qanday rasmiy hujjatlarsiz ishlar edi. Endi esa Azam o'zining ijara faoliyatini rasmiylashtirishi shart. Buning uchun u soliq organlarining maxsus elektron tizimida ijara shartnomasini ro'yxatdan o'tkazishi va daromad soligini to'lashi lozim. Odatda ijara daromadidan 12 miqdorida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soligi undiriladi. Demak, Azam har oyda o'rtacha 900 ming so'm atrofida soliq to'lashi kerak bo'ladi. Agar Azam 5 maygacha o'zining ijara shartnomalarini rasmiylashtirmasa, u noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan deb topiladi va jiddiy jarimalarga tortiladi. Xususan, uning olinayotgan ijara daromadlarining barchasi noqonuniy hisoblanib, katta jarima bilan birga daromadlari davlat foydasiga undirilishi mumkin. Birinchi qoidabuzarlik uchun minimal ish haqi miqdorining 10 barobaridan 20 barobarigacha, 3,3 million so'mdan 6,6 million so'mgacha jarima, takroriy qoidabuzarlik uchun esa 20 barobaridan 50 barobarigacha, 6,6 million so'mdan 16,5 million so'mgacha jarima nazarda tutilgan. Bu esa Azamning bir necha oylik ijara daromadiga teng yoki undan ham ko'proq summani tashkil qilishi mumkin. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Har bir qoida o'z istisnolarga ega bo'lganidek, bu yangi tizimda ham ba'zi jihatlar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ortiqcha xavotirlardan xalos etishi yoki kutilmagan muammolardan himoya qilishi mumkin. Istisnolar. Ba'zi juda kam faoliyat turlari hali ham ro'yxatdan o'tishni talab qilmasligi mumkin. Ammo bular asosan bir martalik, shaxsiy ehtiyoj uchun amalga oshiriladigan kichik savdolar yoki qo'shniga bepul yordam berish kabi holatlardir. Masalan, siz o'z hovlingizda yetishtirgan mevalarni bir martalik bozorda sotsangiz, bu uchun alohida ro'yxatdan o'tish shart emas. Lekin bu faoliyat muntazamlik kasb etsa, ya'ni har kuni yoki har hafta sotsangiz, u holda o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Pensiya yoshidagi shaxslar uchun, agar ular yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki o'zini o'zi band qilish faoliyati bilan shug'ullanishsa, ba'zi soddalashtirilgan tartiblar yoki soliq imtiyozlari qo'llanilishi mumkin. Bu imtiyozlar ko'pincha pensiyaning minimal darajasini saqlashga yoki qo'shimcha daromad soligidan ozod qilishga qaratilgan bo'ladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ham ularning mehnat qilish qobiliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida soliqlar yoki majburiy ajratmalar bo'yicha maxsus imtiyozlar nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Bu imtiyozlar mahalliy davlat hokimiyati organlari yoki soliq qo'mitasi tomonidan belgilanadi va ularning shartlari alohida belgilanishi mumkin. Shuningdek, qonunchilikda belgilangan ayrim faoliyat turlari yoki sektorlar uchun soliq ta'tillari yoki soliqdan butunlay ozod etish holatlari mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, yosh tadbirkorlar uchun startup loyihalariga ma'lum muddatga soliq ta'tillari berilishi mumkin. Bu kabi istisnolarni soliq qo'mitasining rasmiy saytida yoki ishonch telefonlarida aniqlashtirish zarur. Qaltis jihatlar, pitfalls. Elektron tizimda xatolar, yangi elektron tizimlar qulay bo'lishiga qaramay, ularda ma'lumotlarni noto'g'ri kiritish, hatto hisobot yuborish yoki texnik nosozliklar tufayli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda soliq qo'mitasining texnik yordam xizmatiga murojaat qilish yoki hududiy soliq inspeksiyalariga shaxsan borish tavsiya etiladi. Uchinchilar tomonidan suiiste'mol qilish. Ba'zi garazli niyatli shaxslar sizning nomingizdan ro'yxatdan o'tishga yoki sizning shaxsiy ma'lumotlaringizdan foydalanib noqonuniy faoliyat olib borishga urinishlari mumkin. Har doim shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling va faqat ishonchli manbalardan foydalaning. Axborotni noto'g'ri talqin qilish. Ba'zi ma'lumotlar noto'g'ri talqin qilinishi yoki boshqalar tomonidan noto'g'ri tushuntirilishi mumkin.
Har doim rasmiy manbalardan, soliq qo'mitasi sayti, huquqiy axborot portallari, davlat organlarining rasmiy kanallari ma'lumot olishga harakat qiling. 5 maydan keyingi oqibatlar. Bu eng xavfli jihatdir. Agar muddat o'tkazib yuborilsa, yuqorida sanab o'tilgan jarimalar va sanksiyalar qo'llanilishi mumkin. Jiddiy holatlarda bank hisob varaqlarining bloklanishi, daromadlarning musodara qilinishi va hatto faoliyatni butunlay to'xtatib qo'yish kabi choralar ham ko'rilishi mumkin. Bu sizning moliyaviy ahvolingizga va obro'yingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Noaniq nuanslar. Bir nechta faoliyat turi bilan shug'ullanuvchilar uchun ro'yxatdan o'tish tartibi. Agar siz bir vaqtning o'zida ham kiyim tikib, ham repetitorlik qilsangiz yoki avtomobil ta'mirlash bilan birga kichik do'kon ham yuritayotgan bo'lsangiz, barcha faoliyat turlarini rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Ba'zida bitta ro'yxatdan o'tish doirasida bir nechta faoliyat turini ko'rsatish mumkin bo'ladi. Ba'zida esa har bir faoliyat uchun alohida ro'yxatdan o'tish talab qilinishi mumkin. Bu masalani aniqlashtirish uchun soliq qo'mitasining mutaxassislariga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir. Internet orqali xizmat ko'rsatuvchilar, masalan, onlayn kurslar, ijtimoiy tarmoqlardagi reklama uchun maxsus talablar, onlayn platformalar orqali xizmat ko'rsatuvchilar, masalan, Instagramda reklama beruvchilar, YouTube'da monetizatsiya qiluvchilar, onlayn kurslar tashkil etuvchilar uchun o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish yoki yakka tartibdagi tadbirkorlikni rasmiylashtirish majburiydir. Ularning daromadlari ham qonuniy tarzda deklaratsiya qilinishi va tegishli soliqlar to'lanishi kerak. Bu faoliyat turini aniq ko'rsatish va elektron to'lovlarni nazorat qilish mexanizmlari ham joriy etilgan. Chet eldan daromad oluvchilar uchun soliqqa tortish masalasi. Agar siz chet eldagi kompaniyalarga frilans xizmatlari ko'rsatayotgan bo'lsangiz va daromadingiz xorijiy valyutada sizning O'zbekistondagi bank hisobingizga kelib tushsa, bu daromadlar ham soliqqa tortiladi. Bunday holatda ikki tomonlama soliqqa tortishning oldini olish bo'yicha xalqaro shartnomalar bo'yicha imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu masalada soliq mutaxassislari bilan maslahatlashish muhim. Yangi tizimning texnik qiyinchiliklari va uni qanday yechish, ba'zan elektron platformalar ishlashda qiyinchiliklar, internetga ulanish bilan bog'liq muammolar yoki shaxsiy kompyuter bilan ishlashga ko'nikmagan shaxslar uchun qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilish, yaqinlaringizdan yordam so'rash yoki soliq qo'mitasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilish orqali yordam olishingiz mumkin. U yerda sizga bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beriladi. Amaliy maslahatlar. Endi esa eng muhim qismga keldik. 5 maygacha nima qilish kerak? Quyida sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Iltimos, har bir qadamni diqqat bilan o'qing va amal qiling. Bir qadam, faoliyatingizni aniqlash. Avvalo, sizning faoliyatingiz qaysi toifaga kirishini aniqlab oling. Siz yakka tartibdagi tadbirkor, yetti hisoblanasizmi yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs? Bu juda muhim, chunki har bir toifa uchun soliq rejimlari va ro'yxatdan o'tish tartibi biroz farq qiladi. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytiga soliq.uz kirib, yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyat turlari va o'zini o'zi band qilgan shaxslar bajarishi, ko'rsatishi mumkin bo'lgan ishlar, xizmatlar ro'yxati, bo'limlarni toping va o'z faoliyatingizni ushbu ro'yxatlardan biriga mos kelishini tekshiring. Bu ro'yxatlar doimiy yangilanib boradi. Masalan, agar siz kichik do'kon ochgan bo'lsangiz, bu it, agar uyda non pishirib sotsangiz, bu ob. Ikki qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlash. Ro'yxatdan o'tish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Pasport yoki it karta asl nusxasi va nusxasi. Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami, TISHR, pasportingizda ko'rsatilgan bo'ladi. Elektron raqamli imzo eri kaliti. Agar sizda eri bo'lmasa, uni davlat xizmatlari markazlaridan yoki elektron hukumat portali orqali olishingiz mumkin. Bu jarayon odatda bir necha soatdan bir ish kunigacha vaqt olishi mumkin. Shuning uchun bunga oldindan gamxo'rlik qiling. Eri onlayn tarzda hujjatlarni imzolash uchun kerak bo'ladi. Ba'zi faoliyat turlari uchun maxsus sertifikatlar yoki diplomlar, masalan, oshpazlik, sartaroshlik uchun. Bu faoliyat turingizga bog'liq bo'ladi. Bank hisob raqami yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun majburiy, o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun tavsiya etiladi. Chunki bank orqali amalga oshirilgan to'lovlarni kuzatish osonroq. 3 qadam, qayerga murojaat qilish kerak?
Ro'yxatdan ochishning eng oson va tavsiya etilgan yo'li bu onlayn usuldir. MiGo.uz portali orqali ro'yxatdan otish. Birinchi navbatda MiGo.uz veb-saytiga kiring. Agar sizda hali shaxsiy kabinetingiz bo'lmasa, chishir va telefon raqamingiz orqali ro'yxatdan oting. Bu juda oddiy jarayon va bir necha daqiqa vaqt oladi. Shaxsiy kabinetingizga orqali kiring. Saytning yuqori qismidagi qidiruv paneliga tadbirkorlik deb yozing yoki tadbirkorlik bo'limini tanlang. So'ngra yakka tartibdagi tadbirkorni ro'yxatdan o'tkazish yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish xizmatini tanlang. Tizim sizga ariza shaklini taqdim etadi. Ushbu arizani to'ldirishda shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport ma'lumotlari, manzil, telefon raqami to'g'ri kiritishingiz shart. So'ngra faoliyat turingizni tanlang. Bu yerda siz bir qadamda aniqlagan faoliyat turini tanlaysiz. Agar bir nechta faoliyat bilan shug'ullansangiz, ularni ham ko'rsatish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Barcha ma'lumotlarni kiritganingizdan so'ng, arizani kalitingiz yordamida elektron tarzda tasdiqlang. Sizning arizangiz avtomatik ravishda ko'rib chiqiladi va odatda bir necha daqiqada sizning ro'yxatdan o'tganligingiz tasdiqlanadi. Ro'yxatdan o'tish guvohnomasini elektron shaklda yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Soliq inspeksiyasining hududiy bo'limlariga murojaat qilish. Agar sizda onlayn ro'yxatdan o'tishda qiyinchiliklar yuzaga kelsa yoki texnik imkoniyatlaringiz cheklangan bo'lsa, yashash joyingizdagi davlat soliq inspeksiyasining hududiy bo'limlariga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda sizga malakali mutaxassislar yordam beradi va ro'yxatdan o'tish jarayonida ko'maklashadi. Soliq inspeksiyalarining manzillari va ish vaqtlarini soliq.uz saytidan yoki Google Maps orqali topishingiz mumkin. Shuningdek, davlat xizmatlari markazlarida ham bu xizmat ko'rsatiladi. 4 qadam ro'yxatdan o'tishdan keyin nima qilish kerak? Bank hisobvaragini ochish. Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun alohida bank hisobvaragi ochish majburiydir. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun majburiy bo'lmasa-da, bu tavsiya etiladi. Bu sizning daromad va xarajatlaringizni ajratish va soliq hisob-kitoblarini osonlashtirishga yordam beradi. Soliqlarni muntazam to'lash, faoliyat turingizga qarab belgilangan soliqlarni, masalan, yagona soliq to'lovi, daromad soligi yoki ijtimoiy soliq o'z vaqtida to'lab boring. Mobil ilovalar, masalan, soliq mobil ilovasi yoki internet banking orqali to'lovlarni amalga oshirish juda qulay. Daromad va xarajatlar hisobini yuritish. Bu sizning moliyaviy faoliyatingizni nazorat qilish va kelajakda soliq hisobotlarini tayyorlash uchun muhimdir. Siz oddiy daftarda barcha kirim-chiqimlarni yozib borishingiz yoki elektron jadval, Excel'dan foydalanishingiz mumkin. Yangi mobil ilovalardan foydalanishni o'rganish. Soliq organlari tomonidan ishlab chiqilgan mobil ilovalar, masalan, soliq mobil ilovasi, soliq.uz orqali siz o'z faoliyatingizni boshqarishingiz, cheklar berishingiz, daromadlarni qayd etishingiz va soliqlarni to'lashingiz mumkin. Bu ilovalar sizning ishingizni ancha osonlashtiradi. Eng muhimi, esda tuting, 5 mayga qadar ro'yxatdan o'tmaslik jiddiy huquqiy va moliyaviy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu muddatdan keyin davlat organlari tomonidan nazorat kuchaytiriladi va qoidabuzarliklar aniqlanganda jarimalar qo'llashga majbur bo'ladi. 5 qadam qo'shimcha maslahatlar. Agar sizda yuqoridagi jarayonlar bo'yicha savollar tug'ilsa yoki qiyinchiliklarga duch kelsangiz, malakali buxgalterlar yoki huquqshunoslardan maslahat olishdan tortinmang. Ularning xizmatlari ba'zan juda foydali bo'ladi va sizni katta muammolardan qutqarishi mumkin. Soliq qo'mitasining ishonch telefonlariga murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga barcha savollaringizga javob beradi va yordam beradi. Soliq qo'mitasining ishonch telefon raqami odatda 1198. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videoda men sizga 5 maygacha bajarilishi shart bo'lgan muhim o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Yangi qonunchilik talablari sharoitida o'z faoliyatingizni qonuniylashtirish, sizning shaxsiy moliyaviy xavfsizligingizni ta'minlash, ijtimoiy himoyadan foydalanish va kelajakda pensiya olish imkoniyatini yaratish uchun juda muhimdir. Unutmang, 5 may bu shunchaki bir sana emas, balki sizning kelajagingizni belgilab beradigan muddat. Bu o'zgarishlar muqarrar va ularga moslashish sizning manfaatlaringiz uchundir. Vaziyatni o'rganing, kerakli choralarni ko'ring va xotirjamlik bilan ishlashda davom eting.
O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldirishingizni so'rayman. Boshqa tomoshabinlar uchun ham bu juda foydali bo'lishi mumkin. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos, like bosishni unutmang. Va albatta kelajakdagi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.